Bu ham tirikchilik nima deysiz endi? Lekin noto'g'ri, noqonuniy tirikchilik. Siz endi tirikchilik qilasiz ekan, biz bilan nafas olamiz ekan. Saida Mirziyoyeva ekoreydga chiqdi. 2 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi, prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva raisligida Toshkent shahridagi havo holati bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishdan so'ng Saida Mirziyoyeva mas'ullar bilan birga havoni zaharlayotgan issiqxonalar bo'yicha reydga chiqdi. To'xtatinglar. Endi mayli, subsidiyalar beraylik albatta. Mana qarang, ahvolga. Bizga odamlarning sog'lig'i juda muhim. Bolalarimizning sog'lig'i muhim. U shunday issiqxonalardan birining rahbariga qilayotgan ishi noto'g'ri ekanini tushuntirib, buni to'xtatishni buyurgan. Administratsiya rahbari Toshkent shahri va Toshkent viloyati hokimlaridan bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar yuzasidan muntazam ravishda hisobot berib turishini talab etgan. Ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha choralar bir martalik emasligi, havo yaxshilanganda ham bu ishlar to'xtamasligi, balki izchil va tizimli davom etishi zarurligi rahbarlarga qat'iy eslatib o'tildi. Vaqt o'zini kuzatib boring va sahifamizga obuna bo'ling.